Arzon variant so'raganlar uchun bugun bizda Sergeli Xonobod Residensiya kelganmiz. Turar joy majmualarida 16 etajdan 13-etajda 2 xona 53 kvadrat metr uyimizga chiqdi. Boshlang'ich $12.900 to'lov qilib, qolganini birlamchi ipoteka evaziga davom ettirib ketsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga shu uyimizni obzor qilib beramiz. Kanalimizga like, podpiska bosib esdan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, ishontirib ayta olaman, bu eng arzon variant deb, chunki bu Xonobod Residensiya eng arzon variant. 13-etaj joylashgan 2 xonali kiraverish kvadratli prixoshka, bu tomonda zalimizda joylashgan 5 ga 3 razmerda o'taverish, bu tomonda esa spalnya uchun joylarimiz qoldirib ketilgan, xonalari katta-katta, remontlari tayyor holatda kirib yashashga, bu tomonda sanzelimizda joylashgan, dapatalka kafelar qilib qo'yilgan, metro 11-bekatga ham yaqin joylashgan, masjid, maktab, bog'chasi oldida, bu tomonda ayollarning sevimli xonasi, kuxnyamizni ko'rishlaringiz mumkin, kuxny meblari qilib qo'yilgan, ortiqcha xarajatlarsiz, bu tomonda duv kontering katyol qo'yilgan, islik tizimi ustidan umuman muammo bo'lmaydi. Kuxnyamizdan tashqariga qaragan narujniy balkonimiz bor, chiqaverish, narujniy balkon, balkondan mana bunaqa chiroyli atmosferani ko'rishlaringiz mumkin. Eng odamga yoqadigan tomoni, yaxshi tomoni havosi toza, mana bu yerda masjid joylashgan, azon ovozi eshitilib turadi. Hurmatli obunachilar, uyimiz 12.900 boshlang'ich to'lov qilib qolganini bitta pasport evaziga birlamchi ipoteka qilib beramiz. O'zimizda past nomerlar qoldiramiz, telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin.